Assalomu alaykum barcha hurmatli yurtdoshlar. Bizda Farg'ona, Andijon, Namangan reyslar bo'yicha faqatgina Madina reyslari ochildi. Avgust o'rtalarigacha. Telefon qilinglar, hozir joyingizni bron qilib yozdirishingiz mumkin. Bugun yozdirsangiz, ertaga narx ko'tarsa, eski narxda ketasizlar. Assalomu alaykum barcha yana bir bor hurmatli kuzatuvchilar, kanalimiz a'zolari. Makka mukarramaga, Madina Munavvarani sog'inganlar bormi? Muhabbati borinki inson mana shu videoga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib, kommentariy yozib ketamiz. Kimki niyat qilgan bo'lsa, shu joylarga kelishlik hammaga nasib qilsin do'stlar. Videoda boshdan tilab qolamanki, jamiki O'zbekistonda yosh yuqori 7 yoshdan 70 yoshgacha shu joylarga kelib ibodat ziyorat qilib ketishni nasib qilsin do'stlar. Niyatim shu. Albatta biz orqali kelgan insonlarga xizmat ko'rsatish, ya'ni qanday bo'ladi? Shu tartib qator sizlarga tushuncha bo'lishi uchun aytib ketaman. O'zim Makka mukarraman birinchi o'rinda do'stlar, shu narsani birinchi o'ringa qo'yinglarki, bu yerda ibodat qilasiz, faqatgina yotib turish, ovqatlanish hamma firmada ham bir xil. Misol siz 2 kilometr tushasizmi, 4 kilometrlik tushasizmi, 500 metrlik tushasizmi, ovqatlarni bir xil topmaysiz. So'mkalarga, nimchalarga ahamiyat bersangiz, boshqa firmani nomlari yozilgan bo'ladi, lekin bu yerda Alloh tuyida albatta siz bu yerda yotib turishingiz, ovqatlanishingiz bir xil bo'ladi. Shuni ko'pchilik inobatga olmayapti. Bu inobatga olingan joyingiz firma tanlashda sizga do'stlar 50 boshli xizmati. 50 boshdan tashqari ishchi guruh qilib Hikmat Travel rasman bizni bu yerga qo'ygan. Ya'ni 50 boshli ustidan misol bironta biz orqali mana shu ekranga qo'yilgan nomer orqali joyingizni biron qilib kelsangiz, 50 bosh qaramadimi yoki kamchilik bo'lmi, umra amal qilishga, umra badalga borishga, umra badallaringiz qonun qoidasida va ziyofatga yoki muzeyga, sayohatga yoki bironta ko'ngilochar sayohat galohlar bor, bu yerga olib borishda sovg'a salom Qur'on kitoblar olib berishda, Qur'on bosmaxonasi, Ravza-i Sharifga olib kirishda va jamiki muammo Madina Munavvarada Makka mukarramada nazorat qilishlik uchun, ya'ni qo'shimcha bironta kamchilik bo'lsa 50 bosh 1000 boshdan tashqari biz o'zimiz xizmat ko'rsatish uchun qo'yilganmiz. Mana shu faqat ekranda nomer orqali joyingizni yozdirib, biz orqali kelsangiz, vodiydanmi, vohadanmi, Toshkentdan uchib kelasizmi, farqi yo'q, faqatgina Makka mukarramaga kelsangiz, Madina Munavvaraga kelsangiz bo'ldi. O'zimiz kutib olib, chiroyli ibodat, sayohat, ziyorat qildiramiz. Albatta ota-onangizni firma tanlashdan oldin yaxshilab o'rganib chiqib, 50 boshsiz kim, 1000 boshsiz kim va u yerda ishchi guruh bormi, yo'qmi? Va albatta biz Makka mukarramada video qo'yyapmizmi? Shuni ko'rib, boshqa firmadan kecha 1-2 ta gruppa kelgan, sizni videolaringizni ko'rdik. Lekin boshqa o'g'lim yoki farzandim yoki o'zim boshqa firmaga arzon bo'lsa ham kelib oldim, lekin hozir ibodat qilganimiz yo'q yoki sayohatga borganimiz yo'q deyapti. Do'stlar, iloji boricha ko'nglingizni xotirjam qiling, qaysi firmadan kelsangiz ham sayohat, ziyorat birin-ketin amalga oshiriladi. Hamma firma birin-ketin amalga oshiradi sayohat firmani. Lekin Hikmat Travel bilan kelsangiz, 50 boshi albatta o'zlarining yo'nalishi bo'yicha diniy qo'mita bergan litsenziyaga asosan sizlarning umra amalingizni va 2 marta umra qilish imkoniyatini beradi va Toif shaharlariga, atir zavodlariga, Ravza-i Sharifga, Qur'on bosmaxonasiga olib kirib, olib borib kelishligiga albatta sizlarga ishonchinglar komil qilib, chiroyli holatda ota-onangizni qabul qiladi. Toshkent aeroportda yoki Farg'ona, Andijon, Namangan, Termiz, Samarqand qayerdan uchsangiz. Hozirda 800 metrlik mehmonxonamiz juda ko'pchilik so'radi. 800 metrlik mehmonxona do'stlar, haramga 8-10 daqiqada kelasiz, avtobusda ham, piyoda ham. 800 metr masofasi Jannatul Molla qabristoni ro'parasida, u yerga ham tushasiz. Kimki xohlasa, gruppa agar bo'sh bo'lsa, gruppani joyiga tushiradi. Albatta yana kimgadir qo'shimcha savollar bo'lsa, takliflar bo'lsa, kommentariy yozinglar. Keladigan insonni aytib o'taman, bitta zagreb pasport. Telefon qilinglar do'stlar, zagreb pasportingizni tashlab bersangiz, joyingiz yoziladi. Viza biletingiz yozilib, joyingiz yoziladi. Siz 10-avgust tanladingiz yoki 7-avgust yozdirdingizmi, ana shu kuni 6-avgust kuni registratsiya vaqti 1 soat oldin aeroportda bo'lishingiz kerak. 50 bosh tanishtiruv qilib, qo'llanmalar berib, so'nggi bejik orqali albatta ziyorat ibodatni O'zbekistondan boshlab keladi. O'zbekistondan boshlaydi. Madina Munavvarada Makka mukarrama sharoitlar ko'pchilik biladi. Bilmaganlar uchun mehmon masofasi ovqatlanish 2 mahal 50 metrdan boshlanadi masofa. 200 metrgacha. Makka mukarramada hamma biladigan 800 metrdan 2 kilometrgacha, 2,5 kilometrgacha eng ko'p. Avtobuslar bor, xizmatlar bor. Bu yo'g'ini endi gapirishga hojat yo'q, chunki kamchilik bo'lmaydi. Kamchilik bo'lsa ham men shu yerdaman. Operatordan O'zbekiston nomeri ekranda joy yozdirgandan keyin, bu yerga kelganingizdan keyin yana qayta aloqaga chiqib, men shu telefon nomerlari orqali, shu reklam orqali kelganman deb menga aloqaga chiqsanglar,
Saudiya nomerini beradi, Telegram Saudiya ham beradi va WhatsApp Saudiyani beradi. Saudiya raqami orqali menga aloqaga chiqsanglar birgalikda ibodat ziyorat qilamiz. Do'stlar salomat bo'linglar. Kimda kamchilik yoki savollar bo'lsa, agar videoda kamchilik qolib ketgan bo'lsa, men bor uzr to'ldirib ketishga harakat qilaman kelgusi videoda. Yana kimgadir qo'shimcha savol takliflar bo'lsa kutib qolaman do'stlar. Salomat bo'linglar.